Ramazonda ro'za tutib, nafaqat savob olish, balki bir necha kilogramm vazn yo'qotish haqida bilasizmi? Assalomu alaykum. Bugun Ramazonda qanday qilib to'g'ri ovqatlanib vazn yo'qotish haqida gaplashamiz. Inson tanasini ko'p holatlarda vazni bilan bo'y indeksi bir-biriga nisbatan olib qarasa bo'ladi. Masalan, 170 sm bo'lgan odamning bo'y vazni 70 kilogramm bo'lsa, bu norma 65-72 o'rtasida bo'ladi. Buni hisoblash uchun mana ko'pchilikda bo'yin necha bo'lsa 170 bo'lgandan 1 metr ayirish kerak. Demak, shunda 170 dan 100 ketsa 70 kilogramm bu norma hisoblanadi. Agar u 2 metrli odam bo'ladigan bo'lsa, demak uning vazni 100 kilogramm. Endi sizda agar bo'yingiz 170 lekin vazningiz 100 kilogrammdan oshiqmi, sizda juda ko'p miqdorda ortiqcha yog' va energiya to'plangan. Buni yo'qotish uchun Ramazon eng ayni zo'r vaqt hisoblanadi. Buni qanday qilamiz? Ramazon oyida inson 2 mahal ovqatlanganligi sababli ertalab kechqurun, ya'ni 10-12 soat yoki undan ko'proq soatda och yuradi. Bu vaqtda ko'p harakatlar bajarilgani sababli odam tanasi ko'p miqdorda energiya sarflaydi. Birinchi navbatda inson tanasida glyukoza parchalanadi va 8-12 soatdan keyin glyukozani o'rniga endi zaxirasi tugab yog' parchalanish boshlaydi. Ramazonda qanday qilib to'g'ri ovqatlanish mumkin va bu bizga nimalar beradi? Ramazonda hafta 7 kun bo'lsa, shundan 6 kunni siz dieta qilishga, 1 kunni esa xohlagancha yeyishga sarflang. Masalan, hafta dushanbadan shanbagacha boshlanadigan bo'lsa, har kuni saharlikda 2 ta yoki 3 ta tuxum. U qanday pishirib yeyish bu sizning xohishingizga bog'liq. Sababki har kuni bir xil qilib yeyish insonning me'dasiga tegib qoladi. Bir kun qaynatib yeng, bir kun qovurib yeng, yana bir kun boshqa ko'katlar shu narsalar bilan qo'shib pishirishga harakat qiling. Iftorlikda esa iloji boricha qaynatilgan mahsulotlar, yog'li va shirinlik mahsulotlardan iloji boricha qochishga harakat qiling. Dushanbadan shanbagacha xuddi shu tartibda ovqatlaning, yakshanba esa xohlagancha iste'mol qilishingiz mumkin. Lekin keyingi dushanbadan yana xuddi shu narsa takrorlash kerak. Taxminan hozirgi holatda Ramazon tugashiga 3 hafta borligini hisoblaydigan bo'lsak, sizda mana shu 21 kun, 20 kun ochiq vaqtda zo'r tartib intizom o'rnatib olish uchun va bir necha kilogramm, 10 kilo yoki undan ham ortiqroq kilogramm yo'qotish imkoniyati mavjud. Ortiqcha vazn nimaga olib keladi? Sizning normadan ortiq vazn 70 kilogramm, 170 va 70 kilogrammdan ortiqmi sizning vazningiz? Demak, sizda qandli diabet, yurak qon tomir kasalliklari va boshqa bo'g'im sistemasi bilan bog'liq kasalliklar uchrash ehtimoli juda ham yuqori. O'zingizni ehtiyot qiling. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga yuboring. Like bosishni esdan chiqmasin. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror kasallik haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.